Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana T9 mashinamizga fondan gaz balon ustunib qildi. 4 ta 150 litrlikni chotga qilib, mana o'ralarni ham ko'rishingiz mumkin. Germetiklab o'ta mustahkam, o'ta ideal qilib qilibdi, ham ixcham. Ha mana qo'shimcha gaz balon muzlamani qilib, 10 trubkalar tot zo'rlab edi. Egalaridan xursandlar. Profilli qo'yini. Ondan yaqinda ustunib qilishgan ekan, 5 torkonda chiqib ketgan ekan. Mana orasidagi zazor 10 cm zazor bor mana. Ikkala tomondan qo'yishinglar mumkin mana. Ikkala tomondan tegib turibdi. Buni qo'yib zayishdan qo'yina. Bolachalar ham beton bo'lib ketgan. Ishga gap yo'q. Bir-birisi aqlli bolalar. Zayishtasan zavodskiy joyga tushadi. Mana shu kran shitlarlari mana uni tasman ustidan qotadi mana tag'in. Shuni qotadi. Endi nimani olayni, mana buni olayni. Temirni olib qo'yina tag'in. Siz shuni qadab turibsizmi? Ha. Mana ekran tomoni ham tekkan. Yana o'shandan ichkarida. O'zi yana qotsa, yanada ixchamlashadi. Biz shuni qo'yib qo'ydik xolos joyiga, birga bir tushadi. O'zini svetlarga sepib, o'zini holatda birga bir qilib beramiz. Bunaqa xizmatlar bo'lsa aloqa chiqarsizlar. Mana o'zi Sirdaryodan kelganlar, Gulistondan ukamimiz. Nima gap, yo'qdimi qo'shingni? Zo'r ishlaymiz. Bo'ldi, bu xizmat bo'lsa foydalanasiz, uka. Xudo xohlasa. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Rozimiz aka biz. Bo'ldi. Endi qo'yningiz chiqdimi? Qo'yningiz sotijan bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldi, gap yo'q. Qo'yningiz chiqqan bo'lsa bo'ldi. 4 kuncha, 5 kuncha bo'lgan ekan ustunib qildirganlarga boshqa chotka qilib berdim.